Hello do'stlar, bundan oldingi videoda aytgan o'yinim, bu o'yinning nomini videoning oxirida yozib o'taman. Bu meni skinim. Chotkiya. Mana shu skin ancha Robuxga ketgan. 39 mi 40 Robux ketgan. Hozir bu o'yinda biz mana bu anaqa bombalarni birlashtirib, bombalarni любой odamga otsak bo'ladi. Men hozir uncha tushunmagandim. 3 ta rebisim bor shuning uchun. Endi trillyonligi bor edi, ammo rebis qildim. Hali men bularga ko'rsatib qo'yaman. Yana rebis qilmayman deganda kuchayaveraman. Kuchayaman. Max rebis bo'lgandan keyin hammaga bomba otaman. Kimdir agar shu o'yinga qiziqsa, bu o'yinni nomini videoning oxirida yozib keltirman. Videoni oxirigacha ko'ring. Albatta bu video qiziqarli. Bu o'yinda meni oldimga kirib menga bomba tashlaysizlarmi yoki o'zlaring xohlagan narsalaring qilsalaring bo'ladi. Faqat shu uchun bombalarni bir-biriga birlashtirib kuchayasizlar. Mana menda 1 millionligi bor. Hali bular yana ikkita qilsam bitta bor. Yana 2 millionlik yasayman endi. 3 2 millionlik. Menda bitta narsasi ham bor. Boshida bu narsa bo'lmaydi. 3 ta revisdan keyin bo'ladi mana bunaqa narsa. Mana bunaqa. Hozir kimgadir bomba tashlasam, hozirgi mana bu qobig'im yo'qoladi. Undan ko'ra tashamay turaman. O'zimdan kuchsizlikka tashlaganim yaxshi. Men tentak bu kuchli ekan. O'l, chiq. Chiqdim, yaxshi. Ulgurdim. Hozir yana shu o'yinga qaytamiz. Mana bundan oldingi o'yinda mana shu Block Strike o'yinini o'ynaganman. Bu Block Strike'da men 2 ta video tayyorlaganman. Ularni ham ko'rishlaring mumkin. Qiziqarli. Mana bu o'yinni hozirgi o'yinning nomi Mad Enoch. Shit qidirishga mana bu yerga yozsalaring chiqadi. Mana endi kiramiz. Hali trenddagi o'yinlarni ham o'ynaymiz. Unda ham birgalikda kuchayib boramiz. Hozir shu o'yinda bitta video tayyorlaylik. Videoga like bosishni unutmanglar. Bitta bo'lsa ham like, obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 ta obunachi bo'lgandan keyin men obunachilarim orasidan bittasini tanlab 100 Robux tashlab beraman. 100 Robux ham chakana emas. Mana shunaqa skinni ishda tayyorlasa bo'ladi. Boyagi bolalar. Kuchayaman. Bu o'yinda kimdir men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kirsin. Mana meni nikim hozir. Meni nikim asta UZB Player pastki chiziqchasi bor. UZBdan keyin shunday deb yozsalaring, sariq shlyappada kostyumi bor. Qora skinli bitta bola chiqadi. O'shanga tashlab qo'yasizlar. Men hammanikini olaman va hammamiz bitta jamoa bo'lib bitta o'yinga kirib o'ynaymiz. Bu o'yin hozir trenddagi Clay turali o'yin bor-ku, o'sha o'yinni o'ynaymiz. Ertaga adashmasam unda anaqa bo'ladi, nomi nima edi? Adminavis. O'sha Adminavizga kiramiz hamma. Menga tashlab qo'ysalaring, Roblox o'ynayuvchilar menga Deraza tashlab qo'ysa men xursand bo'lardim. Keyin ular bilan birga o'sha Adminavisda mazza qilib o'ynaymiz. Adminavisga qanday kiramiz desalaring, u oson, shunday turali o'yinda, lekin
unda ozgina kuchayib olishlaring kerak. Undan oldin kirib men tezroq kuchayapman. Admin abisda men shu adashmasam 4 ta 5 ta admin abisda o'ynab hozir 393-levelman adashmasam shunday. 393-levelgacha borganman men. Sizlar ham admin abislarga qoldirmasdan kiringlar. Admin abisda tez kuchayasizlar. Unda agar Robuxlaring yo'q bo'lsa, Roma aka, keyin Baxsev, Ulug'brat, Ulug'bek akalar o'shalarni Robux serverlariga kirib o'shalardan olishlaring mumkin. Men Robux server ocha olmayman. O'rganib olgandan keyin ochsam, unda har hafta bepul 100 Robux tarqataman. Unda atiga arzon bo'ladi boshqalardan. Hali yana ozgina kattaroq 9-sinf bo'lganimdan keyin ochaman Robux server. Sizlar meni qo'llab-quvvatlab tursalaring, birgalikda videolar tayyorlaymiz. Agarda menga deraza tashlamoqchi bo'lsalaring, mana boya aytganimdek shu asta o'zib playga tashlab qo'ysalaring bo'ldi. Shunga tashlasalaring bemalol hammanikini любой payt olaman. Keyin birgalikda video olamiz. Menga join bo'lsalaring, har doim 4dan keyin 4da soat 4dan keyin shunaqa videolar olamiz. Kirib men bilan birgalikda keyin video olasizlar. Videoga qatnashasizlar. Agar 1000 ta obunachiga yetsak, hozir 200 ta 1000 ta obunachi bo'lsak, obunachilar orasidan bittasiga 100 Robux tarqataman, beraman. 100 Robux ham chakanami? 100 Robuxga nimalar olsa bo'ladi? Skin, mana aytgan klaviatura o'yinimda narsalar olsalaring bo'ladi. Shuning uchun menga deraza tashlab qo'ysalaring, birgalikda videolar olamiz. Hozir videoni tugatamiz. Ozgina bo'ldi bu video, chunki men hamma videoni shu etib ozgina qilyapman. Bu o'yinda ham ancha kuchaydim. Mana 4 million bo'ldi. Bu 1 millionlikni zo'rg'a qilgandim. Boya 1 millionlikni zo'rg'a qilgandim. Videoni hozir mana 1 millionlik yasavor edi. Shunda tugatamiz. Keyin bittasiga hozir shunlik ham ketamiz. Şadım. Ne oldu? Muhteşem neydi? Bakacağız. Video tugadi. Bolalar, sizlarga katta rahmat. Like va obuna tugmachalarini bosib qo'yinglar.